Go'zal opa, Toshkent miqyosida kosmetika, premium kosmetika sotadigan do'konlar oyiga necha ming daromad qilishadi? Yaxshi savol bo'ldi, qiziq savol hammaga. Men o'zimdan misol qilib aytsam, boshida biznes boshlaganimiz 3 oy davomida bizda ham to'g'risi tikkan pulingizdan ko'ra daromadingiz kamroq bo'ladi, chunki reklamalar, boshqa narsa, medialarga ko'proq pul ketadi. Lekin hozirgi daromadimiz o'sha 350 million, 400 million so'mga chiqqan. Endi bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bunisi sir. Qachonki tezroq biznesni boshlasangiz, bu foydasini his qilib ko'rishingiz mumkin. Lekin bitta narsani aniq ayta olaman, O'zbekiston bozori, kosmetika bozori hozir bo'm-bo'sh. Hozir bu biznesni boshlaganlar yutadi. Chunki biz kelajakdagi 10 yil bu kosmetika biznesida uchamiz. Ya'ni eng ko'p daromad ularniki bo'lishi mumkin. Chunki bu biznesda hali shug'ullanmagan, ya'ni aniq o'z bilimiga ega bo'lib shug'ullanadigan biznes egalari juda kam. Kosmetika kremlar, ya'ni sifatli kosmetikaga, premium kosmetikalarga juda ham talab kuchli ortyapti. Bu degani ko'proq bilim egalari, kosmetika biznesi bilan qiziqadigan ayollarimiz bu biznesni boshlashlarini taklif qilaman. Aynan hozirgi kunda krem kosmetika sohasi bo'yicha biznes boshlamoqchi bo'lgan ayollarimizga menda yaxshi taklif bor. Siz ofitsialniy B-Unique franshizasini olishingiz mumkin va tayyor biznesga ega bo'lasiz. 3 oy daromadga kirishni kutmaysiz. Biznesingizni boshlaboq daromadga kirasiz. Chunki siz B-Unique brendi bilan birgalikda ishni boshlaysiz.